Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugun biz Istanbulniki Turk dunyosi bag'risidagi Zinnet restoranida bir Uyg'urlarniki Qurbon hayitini faoliyatini tabriklash murosimi o'tkazildi. Bu murosimga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib ko'p sonda kishilar qatnashib, bu yerda hozir faoliyat davom qilyotdi. Biz bu munosabat bilan hammalarga ma'lum bo'lgandek Qurbon hayit yana musulmonlarniki bir xushallik o'tkazadigan, tantana qiladigan bir kuni bo'lsa-mu, butun dunyoda musulmonlar bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlari zulm ostida ezilib, Xitoyningki turmularda qiyin qishtaqda ingrayotgan bir paytlarda biz shunday musofirlik hayotda Qurbon hayitini shunday ko'nglimiz yarim holatda o'tkazyapmiz, lekin bu yerda yana hemşehrilerimizniki biraz bo'lsa ko'ngilni taskin tepish va bu xushallik kunni texmi yaxshi bir o'tkazish maqsadida bu yerda bir Qurbon hayit faoliyati o'tkazildi. Biz bu munosabat bilan faoliyatga qatnashgan bir qism yoshlar bilan, peshqadamlar bilan suhbat olib boramiz. Hozir yanimizda Uyg'ur ziyoli Abdurashid efendi bizni faoliyatga qatnashib, bu yerda bizniki taklifimizni qabul qilib, hozir bu ziyorat suhbatimizni qabul qilib yanimizda turibdi. Biz buni bilan hozir bu faoliyat Qurbon hayit munosabati bilan suhbat olib boramiz. Oldi bilan bizning programmamizga qatnashganligingizni qizg'in qarshi olamiz va rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Bu Qurbon hayit sizga ma'lum, musulmonlarniki tabriklash faoliyati. Bugun bu yerda Istanbuldagi Uyg'urlar to'plashib bir Qurbon hayit faoliyati o'tkazdi. Siz qanday faoliyatni qanday o'tkazyapsiz? Qurbon hayitga aloqador ko'z qarashlaringizni olgan bo'lsa. Aldı bilen bütün dünyadaki Müslümanların Qurbon hayitini tebriklayma. Cümleden Şark Türkistanlık vatan içideki ve vatan sırtıdaki barlık kırındaşlarımınki hayitini tebriklayma. İnşallah bu Qurbon hayit bütün Müslümanlığa, bütün Şark Türkistanlıklara hayırlı vesile buluşunu dileyme ve aldığımızdaki pat yakın bir zaman içinde öz vatanımızda bütün uruk tuqqanlarımız bilen dost birader yakınlarımız bilen birlikte hoşal koran bir heyet ötküzdüğün günlerinin kilişini Cenab-ı Allah'tan tileyme. Hem de İstanbul'da yakınki bir neçe yıldan bu yan köplegen Uygur kırındaşlarımız, Şark Türkistanlık kırındaşlarımız Türkiye'ye geldi. Hem de bu kelgelinki köpüncüsü birbirisi bilen tanışıp gitmeydi. Hem de muşundak bugünküdek muşundak opça bir eğitilişiş faaliyeti ötküzüş arkalık bu kırındaşlarımızdan birbirisi bilen tanış pürüstü hazır olgan oldu. Onundan başka bütün balla bir-biri bilen tanışıp, oynap, chat elde özünün vatanından uzak bir diyarda bolsunmu, bununki özünün musafirliği bilinmey, bu bayramına ait yaxşı ötüvatıdı. Bu bayramını bir yerde ötküzüşümüzün, eğitilişimizin en ahmiyetli boğan taraflarından birisi. Biz özara eğitiliş ilip baravatımız, yani birisi şu münasebet bilen vatan içindeki turmularda yetivatkan, Xitoyningki zulmiga uchrayotgan qarindoshlarimizningki hammasiga duo tilovat qilyapmiz, ularni eslavyapmiz. Buningdan burun bu vatan, millat, din davosida hayotlarini kaybetgan, hayotlarini shu yo'lga atagan, vafot qilib ketgan qarindoshlarimizning ruhi uchun duo qilyapmiz, ularni eslavyapmiz. Endi bu haqiqatan chet elda bir musafirlikda yaşayotgan bir xalqningki qo'lga keltiradigan eng yaxshi bir vaziyati deb o'yladim. Hem de bugungi shu yig'ilishni. Ham bundaq yig'ilishlar yilda ko'p qatim bo'lanmaydi. Ham shundaq bir fursatda o'zaro didor ko'rishib ekanmiz, o'zaro paranglashib ekanmiz, suhbatlashib ekanmiz, hasratlarimizni mush orqali biraz bo'lsa-mu azaytishga tirishib ekanmiz. Hamda nihoyatda yaxshi bir program o'rinlashtirildi. Ham bu programni o'rinlashtirgan barliq qarindoshlarimizga nihoyat ko'p rahmat aytaman. Tekrar yani bütün Şark Türkistanlık vatandagi ve vatan sirtidagi barliq qarindoshlarımning Qurbon hayitini tabriklayman. Sizga ko'p rahmat. Bizmi sizning Qurbon hayitingizni tabriklaymiz. Qurbon hayitini xushal o'tkazishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugun Istanbulniki Zeytinburn, yana Topqapı bag'risidagi Zinnet restoranida bir Uyg'urlarniki Qurbon hayitini tabriklash faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga
Biz ma'lum bo'lganda ko'p sonda Uyg'urlar qatnashib, hozir faoliyatniki oxirgi bosqichda ketyotdi. Biz bu munosabat bilan faoliyatni o'rinlashtirgan Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi bilan suhbat olib boramiz. Oldi bilan programmamizga qatnashganingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat, men rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat qanday o'tdi? Faoliyatniki Qurbon hayit faoliyatining o'rinlashtirishdagi asosiy maqsadi nima? Bu vaqtdagi fikr qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Oldi bilan bütün dünyadaki Sharq Turkistonning ichidagi va bütün dünyadaki Sharq Turkistonlik hemşehrilerimizga, qarindoshlarimizga bu Qurbon hayitining muborak bo'lishini, Alloh subhanahu va taoloning bütün hemşehrilerimizninki qilgan ibodatlarini, namozlarini qabul qilishini Alloh subhanahu va taolodan tilayman. Shuningdek bilan birga bu yil Arabistonda nurg'unlagan hojilarimiz bir ofatga uchradi. Ularga Alloh subhanahu va taolodan rahmat tilayman. Bütün İslam alimiga ular uchun duo qilishni umid qilaman inshaalloh. Bu faoliyatni ulug'lashtirishimiz Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati qurilgan vaqtidan boshlab 2006dan beri shunday faoliyatlarga nihoyatda ahamiyat berib kelyapti. Her yili Ramazan hayitida va Qurbon hayitlarda bütün hemşehrilerimizni bir yerga to'plab, yig'ib, hayitlashish faoliyati olib boryapti. Bu faoliyatlarni olib berishning asosiy maqsadi Turkiyada va chet ellarda yashayotgan hemşehrilerimiz bir-biri bilan ko'risholmaydigan, hammasi o'zlarining ishlari bilan bo'lib qilib, turmusholmaydigan mundaq bir ishlar bo'lib kelyapti. Shunday bir faoliyatlarni qilish orqali hemşehrilerimizninki bir araya kelishini maqsad qilish, ularninki bir araya kelib, aradagi dardlarni bir-biriga anglatish, bir-biriga bo'lgan muhabbat va sevgisini kuchaytirish. Shunday qilib jamiyatimizda, ya'ni sosyal bir yardımlaşışning bir oldini echishni maqsad qilyapmiz bu faoliyatlarni ulashtirishda. Bo'ldi, boshqa Qurbon hayit munosabati bilan demoqchi bo'lgan boshqa qo'shimcha so'zingiz bormi? Qurbon hayit munosabati bilan yana deydigan gapim, bu hayit munosabati bilan bütün hemşehrilerimizninki bir-birini ziyorat qilishlari, birbirlerinin öyleriga birib o'tirishları, shuningdek yana kichik tipda, kichik shaklda gruppalar holatda faoliyatlarni ulashtirishni buni tilaymiz va Sharq Turkiston davosiga ega chiqishni va bu hayitninki muborak kunlar bo'lib shu 4 kun ichida, hayitninki Qurbon hayitining 4 kun ichida duolarni ijobat qiladigan kunlari. Onun uchun Sharq Turkistondagi shahidlarimizga, turmularda yashagan insanlarımızga, qiyinchilik chekayotgan xalqimizga alohida duo qilishlarni, shularni eslashlarni Alloh subhanahu va taolodan tilayman. Ko'p rahmat sizga. Rahmat, men rahmat. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz hozir Zinnat restoranda, ya'ni To'pqapidagi bu Turk dunyosi bog'chisidagi Zinnat restoranda o'tkazilgan faoliyatniki oxirgi bosqichda bu faoliyat qatnashayotganlardan hurmatli ustoz doktor Ataullah Shahyar hozir yanimizda. Biz Ataullah Shahyar apandi bilan Qurbon hayit munosabati bilan suhbat olib boramiz. Oldi bilan programmamizga qatnashganingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat. Bütün Uyghur halkının Kurban Bayramını bu yerden tebrikleymen. İnşallah yana nurgulluğun Kurban Bayramlarını beraber ötküzüşünü Cenab-ı Allah nasip etsin. Uyghur halkının her zaman bundaki yüzünü külüşke nasip etsin inşallah deyim. Qurbon hayitni siz bu musafirlik hayotda qanday o'tkazyapsiz? Bu yerda ko'p sonda Uyg'ur muhojirlar yashayotdi. Bu vaqtga sizning ko'z qarashlaringizni, o'ylaganlaringizni anglagan bo'lsa. Men 20 yildan ko'proq bo'ldi shu Turkiyada yashayotgani. Qurbon hayiti har yili davomli yaxshi bo'lyapti. Kurban bayramları, Ramazan bayramları olsun. Bunun bunçoğla toplu bir bayramlaşımı az bolsun mu? Hazır bağan sıra bugün qaraydigan bolsak bu yerden nurgun Uygurla halkımız kepti. Endi bu bir yerde buluş degan gap, aynı zamanda birbirimizga yakın buluş degan gap.
xalqimiz bir vəsilə biyək kəmbilən təqdirdə köngüllü uzaq olub gedirdi. Bizning xalqimizda bir söz var. Közdən jiroq, köngüldən jiroq deydigan, uzaq köngüldən uzaq deydigan. Şuna köngülümüzün biyək bo'lishi uchun albatta jismimizning biyək kelishi to'g'ri keldi. Bu tür bayramlarda biyək kelishni xalqimiz muhim deb qarashi lozim deb o'ylayman. Ben şunun asasen nurgun faaliyetlerin programı bozumu ta karşıdan şu halkımızla bir bayramlaşıp ederken. Bundakin inşallah texem yaxşı bo'lishini tilakdoshman. Şu Qurban Hayit Müslümanlar bayram qildigan bir kun, hamda shunda hozir nurg'un davlatlarda musulmonlar musibat uchrayotdi. Bular Sharq Turkistonda musulmonlar zulm ostida, qiyin-qistoqda ingrayotdi. Shu musulmonlarningki Qurban Hayitningki ahamiyati to'g'risida kichkina so'zlab bergan bo'lsangiz. Hamda hayit degan gap aslında bir xo'shallik, bir şadlanış, bir huzurlanış degan gap. Hamda bugun Qurban hayitini musulmonlar nayati buruq ko'chirib o'tkazyapmiz. Nayati ko'nglimiz miskin, g'ayribchilikda o'tkazyapmiz. Bütün dünyada musulmonlarning beshi dardda, bütün musulmonlar bir şekilde zulmga uchrayotdi, bir şekilde yüzü kulmayotdi. Hamda bu yerdagi Qurban hayiti veya roza hayiti bu dini hayit, yani dini bir bayram. Dini bayram bo'lg'achqa bu yerdagi xo'shallik bir dünyada bir narsa qozonganligimiz uchun, dünyada bir ishda g'alaba qilganligimiz uchun emas. Bu Cenab-ı Allah'ın bizga bergan bir ne'matini xotirlash uchun, Cenab-ı Allah'ın ne'matini xotirlash uchun o'tkazayotgan bir xo'shallik. Shunlashqa bunu mayli qiyinchilik vaqtda, mayli bayashat vaqtda her zaman o'tkazamiz. Musulmonlarning beshig'ini kunlar kelgan vaqtidami, hozir beshimizda kun var, biz mahiyatni o'tkazmay turli degan bir tarixda undaq ko'rilib baxmagan. Bunu hammamiz xalqimiz yaxshi bilish kerak. Masalan, ba'zan bo'ladi ya, yani bir to'y to'kin bo'ladi, bir o'lim ishdan bo'lgan vaqtida uni bir qancha kun keyingi surimiz veya boshqa tantana tabriklash faoliyatimiz bo'ladi. Uni bir başımızga bir qaza hadis kelgan vaqtida bir qancha kun keyingi surimiz veya iptal qilamiz. Ama Qurban hayiti, roza hayiti bu dini bayram bo'lg'achqa bunun dunyolik bilan bir aloqasi yo'q deyishga bo'ladi. Chunki bu Cenab-ı Allah'ın bizga bergan bir ne'mati, bu ne'matni qadrlab bayram qilish, yani Cenab-ı Allah'ın bayram deb sevininglar degan kuni, sevindigan kun bo'lg'achqa, bu mu aynı zamanda bir ibadet yeriga o'tadi. Bunu zaten bütün ehli ilim bu dini ulemalar deb o'tadi. Qurban bayramı aynı zamanda biz hem bayram qilamiz ama aynı zamanda Cenab-ı Allah'tan savab kazanımız. Şuna bu bayramlarda mümkün mertebe aramızdaki bazı bir kelişmezlik veya birbirimizge olan bir narazılık veya birbirimizle anlaşılmazlık bir iş olsa mutlaka bayramını bahane kılıp Esselamu Aleyküm deyip verip onunla yarış verişe tirişimiz gerek. Bu en mühim kısmı bayramın. Ama bu bayramlarda da birbirimizle yarışamazsak, birbirimizle bir kelenmesek, demek biz özümüzün bütün bir Müslümanlığını, insanlığımızın, kişilikimizni bir közden küçülüşümüz, bir hesap edişimiz gerek demektir. Buldu köp rahmet sizge, Allah razı olsun. Ben bütün Uygur halkının tekrar Kurban Bayramını miyadını tebrikleyim. Buldu rahmet, Allah razı olsun. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Biz hazır nöbette bayram deb o'tganimizdek Türk dünyası baxtsizlikka zinnet restoranı aldıda faaliyet qılyapmiz. Bu faaliyette hazır biz yanımızda yeni kelgan Uygur muhacirlardan Adil Efendi hazır yanımızda. Biz Adil Efendi bilan şu İstanbul'daki Qurban Hayit faaliyeti ve bizniki Qurban Hayitni qanday o'tkazaylik to'g'risida bir fikr qarashlarni olamiz. Sohbat elib boramiz qisqasi. Oldi bilan programmamizga qatnashganligingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat, Allah rahmet qilsin. Bu siz yana Turkiyaga yeni keldiniz. Bu yerda muhojirlik hayot yashayapsiz. Bugun mana Qurban Hayit bayramining 2-kuni qadam qo'ydi. Shu munosabat bilan siz o'zingiz yana bu Qurban Hayit bayramini bu yerda tabriklash bilan o'zingizda qanday bir his tuyg'u his qilyapsiz? Yana Qurban Hayit vatandagilar o'tkazish bilan bu yerda o'tkazishning qanday o'xshashmaslik farqlarini his qilyapsiz? Bu vaqtdagi ko'z qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Assalomu alaykum. Men endi bu bugun
Bu bayram münasebetiyle bir bizim bütün doktorçılık kardeş yığılıptı bu Türk dünyası seyahat merkeziga. Ve kelganligimden nay xursand bo'ldim. Çünkü bugün mening tunji qatim kelishim ve bu bizningki Türk dünyasındaki barliq moddiy, ma'naviy madaniyat manbalarining hammasi yorqin bir ko'rgazma qilingan bir o'rin ekan. Endi bu yerda bizning bu aqimiz turgan bu o'rin bizning shu Türk Uyg'ur Sharq Turkistonga vakolat qiladigan bir o'rin ekan. Bizning madaniyatimiz shundaqla shu Uyg'urning kimligini judalantirib turgan bir yer ekan. Xo'sh bo'ldim. Yani şimdi mağarip cemiyeti Katarlık çoğunlarımızdan bir yerde bizim şu İstanbul'daki yenken konu muhacirlerimizden bir garip sındırıp koymay. Müşahede bizden bir şu kurbaniyet münasebetlerine hem de şükürkünü yakı kurbanlık koyla, keng tarakıtılıp kurbanlık kılalık Allah, kılanmak Allah'ın ayeti. Kengri bu heyetin behraman boldu meyle iktisadiyatın olsun kurbanlık koyunun ki teminatlı taraftan olsun bundan xursand bo'ldim. Çünkü bu yakışık hem de misafirçilikte xuddi özümüzden vatanda bir bayram qilgandek hem Uyg'urlar ortak bir ustazlarımız bir davet tebliğ bilan yaxshi bir muhit bo'ldi. Xo'sh bo'ldim. Endi bu vatanda qilgan heyet mübareklash vatandagi o'xshamaydi. Shunda bo'lsa-mu bu yerdan bu Turkiya bizga biraz bir sharoit bor. Lekin Uyg'urlar bu yerga ko'pken bu yaxshi bir fursat bo'ldi. Xo'sh bo'ldim men. Bundan keyin texnik so'roq kelgan va kelmagan qarindoshlarning ko'plab shunday bir şu cemiyetlerimizdeki uyuşturucuda bunda çok bir yığılışlar aktif katlaşıp özümüzden texnik mevcutluğumuzun texnik namayan kılıp növbeti biz Xitayla elim bardıgan şu mücadelemiz bular vatandaş için elim bardıgan köreşlerde bütün misafirlerimiz şu bir inak istifaklaşsak bir yandan kol çıkarıp şu aldığımızdaki şu Xitayla bulduğun mücadelemizge her bir Türkistanlık'nınki bir cihat katlaş mecburiyeti var deb qarayman. Çünkü biz Müslüman bo'lgandan ama şunda yığılışlar bizden şunda çoğun işlerimizde yığılışga intihar birleşke türkü buludu. Şu mağarip cemiyetindeki mücadeleki ustazlarımız, heyetlerimizden bu şunda faaliyetini uğurlaştırganlığından xursand bo'ldim. Allah rahmet qilsin har birlariga. Bo'ldi, ko'p rahmat sizga. Sizdan Allah razı olsun. Allah rahmet. Allah rahmet qilsin. Allah rahmet qilsin. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, biz bu yerda bugun İstanbul'daki Uyg'urlar birlashib, to'plashib Qurban hayit faoliyat o'tkazgan o'rindan sizlarga program taqdim qildik. Bu programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programmamiz ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.